ayolingiz bilan kelisha olmasdan arazlab ketib ayolingiz ajrashaman deyapti. O'zingiz ham o'ylayapsiz ajrashishni, lekin farzandlaringiz bor, farzandlaringizni o'ylab unaqa qarorga kela olmayapsiz. Ayolimni borib olib kelaman desangiz, bu yoqda ota-onangizni ozgina xafa qilib qo'ygan. İşleringiz yurishmayapti. Oilangizdagi mana bu muammolardan keyin bemalol ishingizni qila olmayapsiz. Bu holatda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda sizni qiladigan ishingiz ota-onangizni oldiga borib, ota-onangiz oldida o'tirib, "Hadi, oyi, men endi bu yog'iga mana yoshmasman. Farzandlarim bor yo'qda. U hali ajrashib ketsa qanaqa insonga turmushga chiqadi? Bilmaymiz uni. Farzandlarimni ko'proq kelajagini o'ylayapman. Shuning uchun borib tushuntirsam, xatolarini tushunib yetsa kelininglar, bir yaxshi kelin bo'laman bu yog'iga deb o'ziga, sizlarga bir va'da bersa, sizlar bu yog'iga qarshilik qilmaysizlarmi? Borib ota-onasi bilan, ayolimni o'zi bilan borib gaplashib, shu ishni hal qilsam, bir yo'l qilsam deb gaplashinglar. Tushuntirayotganinglarda hali men ham uylanib ketarman, qanaqasi uchraydi, qanaqasi yo'q bilmaymiz insonni qalbini. U turmushga chiqsa ertaga farzandlarimga begona inson qanaqa ularni katta qiladi, qanaqa tarbiya qiladi, qanaqa muomalada bo'ladi bilmaymiz. Shuning uchun borib yaxshilab gaplashsam, meni to'g'ri tushuninglar. Bilaman, sizlarni ozgina xafa qildi. Hamma inson ham xato qiladi deb tushuntirib oling. Birinchi o'rinda ota-onangizga yaxshilab tushuntiring. Shoshilmang. Birinchi kun bo'lmasa yana urining. Tushuntirib olganingizdan keyin qaynota-qaynonangiznikiga borasiz. Qaynota-qaynonangiznikiga borganingizda esingizda tursin. Siz haqingizda ular har xil gaplarni ko'p eshitishgan bu vaqt ichida. Endi borib dardini ota-onasiga aytadi. Hamma ham bu hayotda o'zini haqman deb biladi, hamma ham. Borganingizda ularga bir dushmandek ko'rinasizda, qizini bir baxtsiz qilayotgan, doimiy dilini ortib kelayotgan bir inson bo'lib ko'rinasiz. Shuning uchun ularning uyiga kirganingizda kimdir haqorat qilsa, nimaga kelding degandek qilsa, birinchi o'rinda shu farzandlaringizni o'ylang. Shu yerda sizning mehringizga muhtoj bo'lgan farzandlaringiz bor. O'shani o'ylang. Shunda osonroq bo'ladi ozgina qo'pol gaplarga, qo'pol muomalalarga chidash. Masalan, bitta kichkina qayni ukangiz chiqib ham sizni so'kib qolishi mumkin. Bu holatda ko'p uchraydi. Shu holatda siz yaxshi gapiring. Endi ozgina xato qildim deb tushuntirishni boshlang. Keyin hammaga ham o'zini farzandi shirin. Borganingizda men farzandlarimni sog'indim, shularni deb keldim demang. Ularga ham o'zini farzandi muhimroq sizni farzandingizdan. Men ayolimni yaxshi ko'raman, qizinglarni yaxshi ko'raman. Xatoni hamma ham qiladi bu hayotda. Hech kim bir avliyo emas deb tushuntiring. Keyin xatolarni o'zingizni xatolaringizdan gapni birinchi boshlaysizda. Sizga qo'pol muomalada bo'lishadi boshida. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. O'zingizni xatolaringizni boshida gapirib oling yaxshilab. Keyin sekin-sekin, ozgina uni ham xatolarini ozgina tushuntiring. Yaxshilab tushuntiring. Shoshilmang o'tga borganingizda ham. Sizni ketkizib yubormoqchi bo'lishsa ham shoshilmang. Insalar qotib o'tirsa ham, bir begonadek g'alati his qilsangiz ham o'tiring o'sha yerda. Shoshilmang. Yana qayta aytmoqman. Gaplashing. Ularni birinchi eshitib olishingiz kerak-da, ular siz haqingizdagi yani fikrlarini hammasini eshitib olavering, gaplarini bo'lmasdan eshiting. Hammani fikrini eshitib olganingizdan keyin o'zingizni fikrlaringizni ayting. Gaplarini bo'lmagansiz, mabodo kimdir gapingiz bo'lsa, men sizlarning gapinglarni bo'lmadim. Sizlar ham endi meni eshitinglar deb bu yog'ini gapiring. Oshirib yormasdan. O'sha vaqtda ayolingizga ayting. Shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Mana bunaqa holatda bunaqa bo'lgan, to'g'rimi deb gapiring. Nimadir aybim, nimadir nuqsonim bo'lsa, meni oldimda gapiring. Bo'lsa,
men xo'p deyman, yo'q bo'lsa unaqa emas deb aytaman deb umumiy gaplashib olishinglar kerak. Shoshilmasdan, qancha vaqt ketsa ham. Agar xo'p desanglar, men ayolimni olib ketardim. Agar yo'q desanglar, yaxshilab bir o'ylab ko'ringlar. Farzandlarimiz bor deb keyin aytsangiz bo'ladi. Yaxshi gaplashing, iloji boricha bir yaxshi ko'rinib keling. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi bu yog'iga turmushinglar. Agar mabodo ketyapsiz, men yuzdagi kattalar bilan ham gaplashib olishim kerak deb qaynotangiz yo qaynonangiz gapirishsa, "Xo'p, olib kelaman" deng. Borib, o'sha ota-onangiz bilan yana boshqatdan bir yaxshilab gaplashasiz deb bo'layotgan holatni ana keyin olib kelasiz. Ishoning, shu harakatlarni qiling, baxtli bo'lib ketasiz. Og'ir bosiqlik bilan. Og'ir bosiq insonlar hayotda ko'p narsada yutishadi. Ko'p narsalarga erishishadi. Ishoning, baxtli bo'lib ketasiz.